Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Xabarlaring bor, yaqinda Instagram kanalimizga biz tom uchun sendvich panelini ulanishi, choklari borasida foydali ma'lumot qilib video joylagandik va ushbu videodan keyin juda ham ko'plab mijozlarimiz bizga ham mana shunday tomga yechim qilib beringlar deb murojaat qilishdi va batafsil mana ma'lumot beryapman, xudo xolasa. Hop, ushbu orqamda ko'rib turgan bahaybat binolaringni umumiy hisobda 10 ming kvadrat tom uchun sendvich panel xarid qilishyapti va har bir bitta shkati 35 metr bo'ladi va bir tarafiga 35 metrga ikkita chok ulanadi. 10 ming kvadrat sendvich panelni har birini mana shunday qilib 20-30 santimetrdan joylarini kesib tashlab, xudo xolasa yechim qilib berganmiz. Bu yechim qanday bo'ladi? Ko'rishlaring mumkin do'stlar. Tom uchun sendvich panel, tom qismi tunikasi turadi, xudo xolasa va 20-30 santimetrdan joylarini, patolog qismi tunikasini hamda izolyatsion penoplast materialni kesib tashlab mana shunday bir-biriga kiyiladigan qilib, xudo xolasa tayyorlab berganmiz. Do'stlar, mana shunday sifatli yechimlar qilib beramiz. Muammolaring bo'lsa agarda va ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlar hamda buyurtmalar bersalaring bo'ladi. Albatta bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boringlar. Sendvich panel hamda qurilish borasidagi barcha yangiliklarni o'z kanalimizda sizlar uchun ulashib boramiz.